Bu insonning hayot va sportdagi yo'li dramatik kinolarda ham uchramaydi. Matias Shtayner og'ir atletika bo'yicha Olimpiada chempioni. U 18 yoshida og'ir xastalikka uchraydi. Shifokorlar unga birinchi toifali qandli diabet tashxisini qo'yishadi. Shunga qaramay Matias professional sportda qoladi va kasallikni yengib o'tadi. U Avstriyada og'ir atletika federatsiyasi bilan kelisha olmay, Germaniyaga ko'chib o'tadi va fuqarolik kutib 3 yil musobaqalardan chetda qoladi. Uning eng og'ir jidoligi 2007-yilda yuz beradi. Rafiqasi avtohalokatda fojiali tarzda halok bo'ladi. Sportchi ayoliga bergan va'dasida turadi. U 2008-yilda Pekin Olimpiadasida o'zi uchun rekord bo'lgan 258 kilogramm og'irlikni ko'tarib, Olimpiada chempioniga aylanadi. Shohsupada esa oltin medal bilan birga halok bo'lgan rafiqasining suratini ko'tarib, yig'lagan lahzalari sport tarixiga muhrlanadi. Biroq London Olimpiadasida 196 kilogrammli shtanga uning bo'yniga qulaydi. Shtayner mo'jiza tufayli omon qoladi va 2013-yilda sportni butunlay tark etadi. Shundan so'ng u 45 kilogramm vazn tashlab kitoblar yozadi. O'zining sog'lom oziq-ovqat brendini yaratadi. Bugungi kunda u oila qurgan va 2 farzandning otasi. Matias Shtayner haqiqiy iroda timsolidir. Bu haqdagi fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.